Sen tong quyoshini tog'lar ortidan chiqib, tiniq maysalarni eritib, haligi maysalar ustidagi qirovni quyosh eritganda haligi shudring tomchilari tiniq bo'lib yerga tomganini kuzatganmisan? Ha, shunday qilganman. Barakalla, barakalla. Kumush qadahni ustida o'z aksingni ko'rganda yuraging dukurlab, qaysidir bir jononni seni eslayotganini hech xayolingga keltirganmisan? Ha. Har doim hayolimga keltirganman. Barakalla jiyan, barakalla. Oydek suluv go'zallik ko'ksiga boshingni qo'yganda har bir yurak urishini dilingdan his qilib yuraging junbushga kelganmi? Ha, tog'a. Har doim shunday qilaman. Hozir ham yonida kelyapman. Ahmoq. Shuning o'rniga bu kitob o'qiganingda allaqachon professor bo'lib yurgan bo'lar.